Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Stroy Historia kanali navbatdagi efiri. Oshxonaga kolonnalar qo'yib, monolit qo'yib, birinchi tagiga plitasini. Hozir ko'rsataman. cm plita polностью qo'yildi, boshidan oxirigacha. Hozir narigi uylar buzilib ketadi. Kolonnalar ham qo'yib tugatilyapti. Bizga yordam berayotganlar shu yerda ishlaydigan powerlar hasharga kelishgan yordamga. Mana Chef Power shashlik qilyapti. Balandlik 380 lik kolonnalarni qo'yib bo'ldik. Oxirgisini qo'yishyapti hozir. Ertaga narigi xonalar buzilishni boshlaydi. Keyin regel qo'yib, monolitini qo'yib qo'yamiz. Atrofdagi holatlar. Ha? Siz nima chiqasiz aka? Oho. Megacom sim karta bormi? Internetga chiqaramiz. Stiklo fasadimiz to'xtab turibdi, ichkarida ish qilyapmiz. Mana ko'rsatib qo'yay bir. Shoflari qo'yilib, etapi bitta hisobda. Hozir ikkinchi etajdan ham ko'rsataman. Ikkinchi etaj tomondan, ko'cha tomonga qanaqa ko'rinishini. Ilojisi ko'cha tarafdan ham olib qo'yaman. İkinci etajdan ko'rinishi. Endi bu tarafiga qilsak, bu tumoqlar bo'lgan joylarini pastda tayyorlayapmiz. Karkasini. Kolonnalar. Ustalar charchadi, ishimiz tugadi. Narsalar yig'ishtiryapmiz. Ey, chachma.